O'zbekiston Respublikasi Jizzax viloyati Zomin tumanida Ziyosam akademiya tomonidan yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish va ularni xalqaro olimpiadalarga saralash maqsadida o'tkazilgan mental aritmetika, matematika, ingliz tili, rus tili fanlari bo'yicha respublika ochiq olimpiadasida faol ishtirok etib, oliy o'rin egallagani uchun Nuraliyev Muslimbek taqdirlanadi. Super chempion, marhamat. Va bu o'quvchimiz 5-iyun kuni Dubayda bo'ladigan, 20-iyun kuni Turkiyaning Istanbul shahrida bo'ladigan va 22-iyun kuni Qirg'izistonda bo'ladigan xalqaro olimpiadalarga $30 vaucherni qo'lga kiritdi. Marhamat. Abduvasiyev Olimxon, super chempion, marhamat. Muzaffarxonov Muhammadxon, super chempion, marhamat. Tabriklaymiz. 100% natijani eng qisqa vaqt ichida ishlagan super chempion o'quvchilarimiz mana shular. Tabriklaymiz o'quvchilarimiz. Abdurahimxonov Abu Tolib faxrli 2-o'rin bilan taqdirlanadi va $20 vaucherni qo'lga kiritdi. Tabriklaymiz, davomli bo'lsin to'g'rilaringiz. Lutfullayev Muhammadxonov faxrli 1-o'rin bilan taqdirlanadi va 3 davlatga $30 vaucherni qo'lga kiritdi. Tabriklaymiz. Qosimxonov Asadbek faxrli 1-o'rin bilan taqdirlanadi. $30 vaucherni qo'lga kiritdi. Tabriklaymiz. Alixonov Muhammad Yusufxonov faxrli 1-o'rin bilan taqdirlanadi. $30 vaucherni qo'lga kiritdi. 3 davlat uchun. Yoqubjonov Muhammadjonov faxrli 1-o'rin bilan taqdirlanadi. Marhamat. Qodirjonov Nodirjonov faxrli 1-o'rin bilan taqdirlanadi. Eng yuqori natijalarni ko'rsatgan o'quvchilarimiz 1-o'ringa munosib bo'lishdi. Sharifboyeva Imrona faxrli 1-o'rin bilan taqdirlanadi. Marhamat. Shakirjonov Ozodbek faxrli 1-o'rin bilan taqdirlanadi. Marhamat. Tabriklayman. Mahmudxonov Mahmudjonov faxrli 1-o'rin bilan taqdirlanadi. Marhamat. Tabriklayman. Hafizxonov Azimxo'ja faxrli 1-o'rin bilan taqdirlanadi. Marhamat. G'ulomjonov Mustafa faxrli 1-o'rin bilan taqdirlanadi. Marhamat. Abdurahmonov Isroiljonov faxrli 1-o'rin bilan taqdirlanadi. Tabriklayman. Baxtiyorov Javlonbek faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Marhamat. Barcha 1-o'rin egallagan o'quvchilarimizga $30 vaucher beramiz. 3 davlatimiz uchun $20 vaucherni 2-o'rin egallagan o'quvchimiz qo'lga kiritishdi. $10 vaucherlarni esa 3-o'rin sohiblari egallashdi. O'quvchilar barchangizni tabriklaymiz. Medallar, diplomlar, vaucherlar muborak bo'lsin. Hurmatli Oripov Bilolxon, sizga ilm ma'rifatni yuqori bosqichga ko'tarish, yosh avlodni yuksak ma'naviyatli, mustahkam irodali, ma'nan yetuk, tafakkur olami keng va bilimli inson etib tarbiyalayotganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ta'lim tizimidagi samarali mehnatingiz, yoshlarga zamonaviy ta'lim berish yo'lidagi fidoyiligingiz va soha rivojiga qo'shayotgan salmoqli hissangiz uchun Ziyosam akademiya tashakkurnoma bilan taqdirlaydi. Tabriklayman ustoz. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Mana shu o'quvchilarni saftortim sahnalarda diplomlar, vaucherlar bilan turishiga asosiy sababchi sizsiz. Sizning tinimsiz mehnatlaringiz natijasidir. Tabriklayman ustoz. Bu ustozimiz xalqaro trener. Birlashgan Arab Amirligi Dubay shahrida bo'lib o'tgan xalqaro olimpiadada o'quvchilari chempionlikni qo'lga kiritgan va albatta Turkiyaning Istanbul shahrida bo'ladigan olimpiadaga qatnashishni niyat qilganlar. Keyingi jahon olimpiadalarida ham omad va zafarlar tilaymiz ustoz. Tabriklaymiz. Davomli bo'lsin javoningiz. Bolajonlar, sizlarga ham yutuqlar muborak bo'lsin. Bu Bilolxon ustozimiz yosh bo'lishiga qaramasdan juda talantli, yulduzchalar jamoasi rahbari hisoblanadi. Juda kamtarin ustoz, talabchan ustoz. Tabriklayman ustozimizni. Oddiy yigit Bilolxonman dedi, lekin yulduzchalar o'quv markazi rahbari. Namangan International School eng iqtidorli ustozlaridan, xalqaro trener. Bu bolajonlarimizni peshonalari qutqarish bolajonlar ekan desak ham yoki O'zbekistonning eng baxtli bolajonlari desak ham bo'ladi. Boisi bularning ustozi Bilolxon. Bilolxon ustoz bu bolajonlarga nasib qilgan.
Tabriklayman barcha bolajonlarni. Yutuqlar bardavom bo'lsin.